sher bilan eshak bahslashib qolishibdi. Sher aytgan ekan, o'tni rangi qanaqa? Yashil. O'tni rangi yashil. Eshak aytar ekan, o'tni rangi ko'k. Ikkovlari juda uzoq suhbatlashibdi, uzoq bahslashibdi. Oxiri bo'lmabdi. Qozining oldiga boribdilar. Eshak da'vo ochibdi. Men sherga tushuntiryapman. O'tni rangi ko'k. Sher aytayaptiki, o'tni rangi yashil. Sher aytgan ekan, qozi janoblari, siz ayting. O'tni rangi yashil-ku deganda qozi aytgan ekan, yo'q, o'tni rangi ko'k. Sherni olinglarda qafasga qamanglar, 100 darra uringlar degan ekan. 100 darra urilib eshakni jo'natib yuborgandan keyin sher ozg'in, charchagan, jarohat olgan holatda qozining oldiga kelib, qozi janoblari, qanday hukm bu? Siz ham bilasiz, men ham bilaman, dunyo biladi buni. O'tni rangi yashil. Nega meni darra urdirdingiz? Nega eshakni oldida meni obro'yimni tushirib, o'tni rangini ko'k dedingiz? Nima uchun deganda, seni aslida fikring to'g'ri. O'tni rangi yashil. Buni biladi hamma. Seniga darra urganimni sababi bor. Sababi nima? Sababi sen eshak bilan tenglashganing. Bahsda, munozarada unga tenglashganing. Shuning uchun men senga darra urdirdim. Bugun qaysidir holatda so'zomonlik bilan insonni yutgani, so'zomonlik bilan qo'pollik qilgani, kuchining balandligi, quvvatining ko'pligi bilan undan g'olib chiqqani aslida uning mag'lubiyat. Tortishmang birodar. O'tni rangi qizil demaydimi? Siz o'zingiz uchun uni yashilligini biling, Xudo bilsin, tamom birodar. Haqligingizni kimning oldiga isbotlaysiz? Sizni haqligingizni Xudo bilsa bo'ldi birodar.